Moskvada shuncha inson bir joyga to'da bo'lib, Moskvada qarang, musulmonlarni yuksaltirgan. Shu yerda hamma millatlar bo'ldi. Eng ko'p Rossiyada yashaydi. Moskvani qo'llab-quvvatlab turgan xalqning va Vladimir Putinga bo'lgan bu podshoni hurmatiga tegadi. Bu podshoning martabasi baland. Bu dunyoda ham u dunyoda shuncha xalq va million ikkita millat bo'lsa, ishchilar bo'lib, ibodatlarini shu Moskvada qilib, podshoni maqtayapti, yerdagi soyasiga. Mana shunday qilib Allohni ulug'layapti. Mana Alloh ulug'. Uning soyasiga amr qildi, ish berib ta'minlayapti degan ma'noda ulug'lab qolgan. Ya qoyil qolishgan. هر آرامی و دینداری و توفیق و دینجی ما را ریشه چنان مستحکم شد خدای مهربان که این سرزمین ها را برای ما آباد همه مسلمان ما را از جمیع Qarang, odamzodning inoq birodarligiga qarang. Oyil qolmaysanlar. Shuncha insonlar, qancha inson bo'lishi mumkin? Jamlanib hech qaysi biriga ozor bermaydi. Shunday mehr muhabbatli bo'lib Allohni ulug'lashga qarang. Rossiya xalqi buyuk xalq. Boshqa millatda bunday yo'q. Rossiya mana shunday bir maqom bilan yer yuzini larzaga keltirdi. Haqiqatdan buni qo'llab-quvvatlash mumkin. Bu haqiqat. Allohning yerdagi soyasi ham Alloh ahad, Allohu samad deb o'qiladi. Uni hurmat qiladi. Butun odamlar Vladimir Putinni hurmat qiladi. Vladimir Putinga Allohning rahmatini tiladi. Qoyil qolish kerak. Bu ham bir mo'jiza-da. Сумку брать или на стол поставить его? Вот так вот. Tekshiruvlar olib boriladi. Chunki har xil insonlar bo'lib, islom dinini zarar bermasligi holatida tekshiruvlarni ham qilgan. Tekshiruvdan o'tkazib, bemalol o'taversin deydi. Chunki bu yerda bu to'g'ri bir holatni qarab chiqsa, har biri bular bildi, o'sha Umarni ibodat qilganda yoki boshqasini shahid qilib bir-biriga zulm istag'ol yoki boshqa ko'parovchilik qilmasin degan ma'noda mana shuni qo'ydi. Bu ham yaxshi.